Charchamadingmi? Yo'q, charchamadim. Charchamagan bo'lsang, tez qilmalaringni, keyin musorni ham tashlab qo'ygin. Xo'p, Alo. assalomu alaykum adasi. Ishdan kelishingizga nima ovqat qilib qo'ying? Xonim qil, xonim. Xonim yegim kelyapti meni. Xo'p, adasi, Nima deysan? mehmonga ketyapman, tez qaytaman. Rovni 2 soat uyda bo'lgin, tushundingmi? Nimaga? Nimaga? Assalomu alaykum adasi. Yaxshi keldingizmi? Ishda charchab qolmadingizmi? Charchadim. Ovqating tayyormi? Tez tayyorlangan ko'ra. Tayyor, kiravering. Ey onasi, charchamadingmi? Yo'q adasi. Ke qarashib olaman senga. Bu nima deganingiz? O'zim qilaman. Shu gapingiz o'ziga rahmat. Bering qo'lingizdagini ham. Voy onasi, Assalomu alaykum adasi. Ishdan kelishingizga nima ovqat qilib qo'ying? o'zing nima yeging kelyapti? Menga farqi yo'q. Nima desangiz shuni qilaman. Xonim qiloqa. Kech payt maza qilib yog'ilamiz. Xo'p bo'ladi. Adasi, Voy onasi, mehmonga ketyapman, tez qaytaman. nechida chiqasan? Nimaga? Chiqishing bilan menga telefon qilgin. Men o'zim olib ketaman. Ovora bo'larkansiz-da. Xo'p, chiqishi bilan telefon qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum adasi. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. O'zing charchamadingmi? Mana shunaqa kulib kutasing, charchoqlarman chiqib ketadi onasi. Ovqating tayyormi? Charchaganim yo'q. Mana siz shunaqa gapingizni eshitsam, hamma charchog'im esimdan chiqadi. Yuring ovqatlanamiz. Boringga shukr. Yaxshi ham sen borsan onasi.